Bugun kechqurun Taxor viloyati Xo'jog'ar tumani Hazorbog' hududida Birlik restoranning tantanali ochilish marosimi keng omma ishtirokida bo'lib o'tdi. Ushbu madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy tadbirda diniy ulamolar, oqsoqollar, ziyolilar, yoshlar hamda yuzlab mahalliy aholi vakillari ishtirok etdi va unda juda iliq, samimiy va birlikni mustahkamlovchi muhit hukm surdi. اتفاق و عدم مسلمانlarga nasib etsin. Albatta siz bizni jam bo'lishligimiz vahdat va ittifoq va hamdardlikni ko'rsatadi. Voqean iftixoyam tumaymiz. Bu dastur Birlik restoranning homiyligida hamda Erkin TV YouTube kanali xodimlarining tashabbusi bilan tashkil etildi va ushbu tadbirning tartibiga solish hamda yaratishda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga ushbu markazning ochilishi bilan bir vaqtda ikki muhim adabiy asar ham taqdim etildi. Doktor va ustod Azizullo Orolning To'g'ri yozish kitobi hamda shoir Asadulla Boriz Azizining Uxlayotgan baxt kitobi rasmiy marosimda taqdim etilib, ishtirokchilarning katta e'tiboriga sazovor bo'ldi. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Bugungi ehtifol Taxor viloyatining Xo'jog'ar tumani Hazorbog' mahallasida bo'lib o'tdi. Albatta bu ehtifol ikki asar Doktor Azizullo Orol va Asadulla Boriz Azizning asari bo'lib o'tdi. Bugungi ehtifol ko'p juda ham qizg'in va mahalladoshlarda, mardumlarda istiqboli bilan ko'p bir qizg'in holatda bo'lib yashadi. Tadbir davomida oqsoqollar, ziyolilar va ishtirokchilar tomonidan natoqlar so'zlanib, unda madaniy faoliyatning ahamiyati, adabiyot rivoji va ijtimoiy birlik masalalarga alohida urg'u berildi. Dunyomizga dars va tahsil muhim bir narsa hisoblanadi. Men oxirgi paytlarda uzoq qishloqlarda, uzoq viloyatlarga uluslarga safar qildim. Bizni pashtunlar va o'zbeklar, tojiklar bizning ilog'amiz. Har qavmning ushbu haqiqatda bizning ilog'amiz bo'ladi. Lekin men har bir uzoq qishloqlarga bordim. Bavar qilinglar, shu durdas, tog'u, toshqa o'zbeklar yashaydi. İki ilmiy va adabiy shaxsiyatlarning asarini e'tiboriga kelganmiz. Va bu ehtifolimiz ham ikki asar. Birinchisi To'g'ri yozish va ikkinchisi ham Uxlayotgan baxt asariga tegishlidir. Shuningdek, tantanali marosim yakunida mehmonlar va ishtirokchilar uchun taom ham berildi. Meni atim Nurul Haq, tengisevar taxallus qilaman. Hazorbog' qishlog'idan bo'laman. Taqriban 8 yildir Turkiyada edim. Shu restoran sektoriga garsonlik shaklida ishlar anjom berdim. Shu sektorlarda ko'p ishladim. Vaqtiki vatanga avdat qildim, vatanga keldim. Yuragimga bir shavq aloqa topildiki, shu sektorimda, shu korobarimda ayni vatanimga ijod qilsam, shu yerga pesh olib ketsam, shu angiza sabab bo'ldi. Birlik restoranni iftitoh qildim. Hadaf az iftitohim, hadaf az ijodi bu restoran zaminai korobar boshqa jamoalarga ham topilmoq uchun va birlikda qozonmoq uchun shu sababdan bu restoranni iftitoh qildim. Ana Tengri taoladan istaymanki inshaalloh yana bundan buyoqqa jamiyamizga va millatimizga yaxshi va sodiqona xizmat qilsam, inshaallohki meni qilgan faoliyatlarimdan va qilgan xizmatlarimdan mamnuniyatlik topsin. Bu esa birodarlik, hamjihatlik va mehmondo'stlik muhitini yanada kuchaytirdi. Ushbu marosim keng xalq ishtirokida va ishtirokchilarning mamnunligi bilan yakunlanib, hududda muhim madaniy va ijtimoiy voqea sifatida qayd etildi. Xayriddin Xodim, Erkin TV.